Komaka gidrouzulimiz bu 5 ta qishloq xo'jalik hududlarimizda suv bilan ta'minlaydi. Bular mana 23 ta ariqqa suv beradi. Mana Mursulaymon, Naymat 7,5 kubni tashkil qiladi. Shu kanalimiz, Komaka kanalimiz 750 gektar yer maydonini suv bilan ta'minlab beradi. Shu vegetatsiya davrida shu o'zining imkoniyatidan kelib chiqib, shu belgilangan yetkazib berish kerak bo'lgan 750 gektar maydonga yetkazish imkoniyati bor. To'liq mavjud olish imkoniyatimiz mavjud. Suv bor biz. Ehtiyojimiz o'shanga nima bo'lgan. Hozir ana suv tejovchi narsalar qilgan mana Garden 5 kub suv o'tkazib ta'minlab berib bildik 2025-yilda. Mana kanalimizda hamma gidro postlari mavjud, suv o'lchash qurilmalari bilan jihozlangan. Nima qilib, hozir 2000 o'tkazgan payt mana shunaqa ana bu qo'yganlarni o'lchagichlarmi bular? O'lchagichlar Qo'yilganmi bularga? Hozir mana shu Komaka gidrouziliga mana bitta kanal boshlig'imiz bor. 2 ta gidrometr, oliy ma'lumotli gidrometrimiz bor. Keyin har bitta hududlar kesimida 2 tadan suv nazoratchimiz bor. Bu suvni yetib borishini, suv hisobotlarini paxta suv olgan paytimizda mabodo yana qo'shimcha tadbirlar kerak bo'lsa, shartnoma asosida mavsumiy qilib olishimiz mumkin. Qonunda ko'rsatib o'tilgan hammasi. Arig'imiz nomi Shirin ariq. Bu Shirin ariqda o'tayotgan suvni mana miqdorini o'lchash prinsipini bir tushuntirib bersangiz. Bu Shirin arig'imiz ana vertishga, yer 21 vertishga yordamiga o'lchaymiz buni. Buni ariqni yuzasini olib anaqa. Nima deydi? Yer 21 markali, 21. Suvni trapetsiya bo'lsa, yuzasi olinadi, uch burchak bo'lsa, yuzasi olinadi. Ana farraga yordam berib, suvni 1 sekundda qancha o'tayotgani hisoblanib, o'ttiq joyiga kartoshka ekkanmiz. 2000 ga yaqin anor nixol ko'chat qilganmiz. Sarimsoq ekkanmiz, chesnok. Nimamiz bor, yordamchi xo'jalarimizga kuy eskilarimiz bor. Buni bayramlarga biz yetilgandan keyin ishchilarga beramiz. Icheri ovqat, issiq ovqat pishiramiz, shunga yetkazamiz. Bu Komaka gidro uchastkamizdagi yordamchi xo'jalikka mana shu 25 ta kuzida 2026 ni bahorda qancha